Gretsiyada homiladorligimni birinchi kunidan to tuqqunimcha qancha pul sarflaganimni bitta-bitta hisoblab chiqamizmi? Bitta narsa, Gretsiyada poliklinika degan narsa yo'q va homilador bo'lganingizdan keyin hech qayerda uchatib turmaysiz va xohlagan roddomingizga shundoq borib mashina tug'moqchiman desangiz bo'ldi. Buning uchun faqatgina meditsinskiy страховканgiz bo'lishi kerak. Mana endi hisob-kitob qilamiz. HGC analizi страховкасisiz 16 yevro. Bu analizni men yana ham arzonroqqa topshirishim mumkin edi, lekin ginekologim otpuskda bo'lgani uchun va men uni kelishini kutgim kelmagani uchun o'zini narxida направленияsiz topshira qoldim. 36 yevro 76 sent страховка bilan qon analizini topshirdim va bu analizda nasl kasalliklari va hamma virusligi va shuningdek qon gruppamni aniqladik. Va shundan keyin men ginekologning qabuliga bordim, 50 yevro to'ladim. Gretsiyada ginekolog o'zini ham o'zi qiladi. Homiladorligimni 12-haftasida birinchi skrining qildirdim. Buni men частный klinikada qilganligim uchun 150 yevro to'ladim. Agar men oldindan государственный klinikaga, ya'ni больницаga очередьga yozilganimda juda arzon bo'lardi. No, ishim ko'pligi uchun men частный klinikaga bordim. Shu skriningdan keyin menga dorilar yozib berishdi. Dorilarni aptekada teppa-tekinga oldim. Bir oydan keyin yana ginekologimga bordim. UZI qilib, hammasi joyidami yo'qmi tekshirish uchun. Bu qabulam 50 yevro. Keyin yana analizlarga qon topshirdim. Страховка bilan 11 yevro 45 sent bo'ldi. 20-21 hafta homiladorlikda ikkinchi skrining qildirdim va yana частный klinika bo'lganligi uchun 160 yevro to'ladim. Keyin ginekolog qabulida yana 50 yevro to'ladim. Homiladorligimni taxminan 32-haftasida rus tilida aytganda test na tolerantность к glyukoze degan analiz topshirdim. Bu analizga 2 yevro 46 sent to'ladim страховка hisobi bilan. Yana analizlar topshirdim 16 yevro 71 sent. Yana частный klinikada Doppler qildirdim 120 yevro. Homiladorligimni 36-37-haftasida ginekolog qabuliga bordim va 50 yevro to'ladim. Menda preeklamsiyaga moyillik bo'lgani uchun повторный Doppler qildirdik va buni tekinga qilishdi. Va eng oxirgi qon analizlariga 3 yevro 66 sent to'ladim. Bundan buyog'iga больницаga borib, faqat KTG qildirganman 4 marta 13 yevro 79 sentdan. Har bitta KTGdan keyin ginekolog priyomiga kirganman. Bu уже boshqa ginekolog, meni ginekologim emas. Va uni priyomi tekin. Shuningdek, toshimdan oldin kardiolog qabuliga ham kirib chiqqanman. U ham tekin. Umumiy summa 772 yevro 20 sent bo'ldi. Raddomga qancha pul ketgani haqida keyingi videoda gapirib beraman.